Assalomu alaykum aziz bizni videomizni kuzatib turgan obunachilar, hammalaringiz sog' salomatmisizlar, dugonajonlar, hammalaringiz yaxshimisizlar? Mana bugun biz glitsina gulim rosa chiroyli bo'lib gulladi. Shularni sizlar bilan birgalikda ko'rishni xohladim. Buni qalamcha qilib ko'paytirmoqchi edim, qalamchasida ko'paytira olmadim. Tarxama qilib ekuvdim, hech bitta ham tomir chiqarmabdi. Endi sabr qilib kutaylikchi, tomir chiqarib qolsa ajo'mas. Bu o'sha glitsina gulimi kichkinarog'i. Buni daraxt qilib qilmoqchiman. Haliga qirqib tursangiz daraxt bo'ladi-yu, unaqa uzoqlarga uzun bo'lib ketmaydi. Bu kamida 20 metr shunaqalargacha boradi uzunligi shox chiqarganda. Bu ham xudo xolasa mana bu yil bitta gullabdi, yana yilga endi bundan ham ko'p gullaydi xudo xolasa. Mana shu glitsina gullarim o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Gullari ham chiroyli, svetlari. Bozorlarda ham rosa sotishyapti. Bu yerga baxti gulim. Ayol baxti, bularni hammasini ko'chaga olib chiqdim. Ajratib, boshqa qilib ekdim. Ko'chalarga olib chiqdim hamma gullarimni. Bo'lmasam bola ham rasiri yuradi. Yo'q, yo'q. Bitta o'g'il Bu cheflera gulim. Esalomon qishdan olib chiqib oldim. Xudoga shukr, ko'p gullarim qurib ketdi. Bular geranlarim. Bir ikki tane o'tadi. Ya'ni ulardan ulush berar ekanda. Yer ochsam juda ko'p gullarim sovuqda nima bo'lib so'g'rib ketdi. Bugun mela gullarim. Mana sarig'i. Bunisi fiyoletoviy ochiladigan. Mana u qizili. Mana endi bular ham mana endi bak chiqarishni boshladi. Xudo xolasa bak chiqaradi. Unda ham ko'rsataman video qilib. Mana u palma gulim. Hech ham gullamagandim menda. Birinchi marta gulladi. Mana endi gulli bo'lyapti. Endi xudo xolasa hamma yo'g'imni palma bosib ketar shekilli. Mana gullari, urug'lari. Ajoyib gullar ekan gullaganda. Ikkinchi palma gulim. Ma'lum bizdan gulim endi xudo xolasa yaqinda ochiladi. Birar haftalarda ochilib qolsa kerak. Oqaradi bular. Ha, oqaradi. Sirenim. Mana ularni qirqib tashlaganman, endi qirqaman. Mana baglar chiqarib chiroyli bo'lib qoldi. Bunisi fiyoletoviy ochiladigani, bunisi rozoviy ochiladigani. Shuni urug'dan ham chiqadi deyshadi, hafsala qilib ekmaganman urug'idan. Endi harakat qilib ko'rsam bo'lar ekan. Aziz obunachilar, shu bilan videomizni tugatyapman. Xayr, sog' bo'linglar. Keyingi videogacha uchrashguncha xayr.